Cengalardan Azim. Azim abi nereden geldiniz? Cengalardan. Mal almana geldiniz mi ya satmana geldiniz mi? Malı satmana geldim. Ne mi getirdiniz bugün? Koyun geçe tekrar. Koyunlarınız kıymet mi arzan mı? Ay kummadan da mabayından. Fahri bechoralardan ish gap yo'q, ish g'ariblik yo'q. Hamma bechora darbadar mardim. Bir molda oladi, sotib bilmaydi, sotsin, olsin, sotib bilmaydi. Mol qimmat. Mardimga g'ariblik pul yo'q. Vaziyatlar bexarob ustodim o'tiram. Ko'p yaxshi. O'tgan yillar qanday bo'ldi? Boshqa yillar yaxshi edi. Mana shu Ganj bozorga o'zim mas'ul Shardar tomonidan. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir inşallah. Biz bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de kurban koyunlarını çıkartmışlar şehir işlerine. Oraya geldik. Fiyatlarını sorduk. Fiyatları da 110-120 dolar, 100 dolardan başlıyor. İşte bu kadar. 10.000 Afganı, 12.000 Afganı'ya veriyorlar. 10.000 Afganı, 12.000 Afganı. Biraz pazarlık yaparsak 100 dolardan verecekler. Bu gördüğünüz koyunları. İşte büyük keçiler de var. Her türlü. Bunlar da kurbanlık için pazarlara çıkmış. Keçiler. Kurbanlık alıcılarını bekliyor bunlar da. Abi remetim yazdı onu madracı. 11.000 Afganı, 100 dolar. 100 dolara verecek herhalde. 100 dolar. 100 dolara verer diyor. 11.000 Afganı diyor. 2.000 fazla. 2.000 de 20 dolar alır. 120 dolar. Cengalardan Azim. Azim abi nereden geldiniz? Cengalardan. Mal almana geldiniz mi ya satmana geldiniz mi? Malı satmana geldim. Ne mi getirdiniz bugün? Koyun geçe tekrar. Koyunlarınız kıymet mi arzan mı? Ay kummadan da mabayından. Tüm yediyarım. Bugün kıymet mi arzanroq mı? Ardanroq. O'zingiz necha qurbonlik etmeli bo'ldingiz? Bir dana. Bir dana. Salomat bo'lsangiz bo'lar aytsak. Bo'ladi, sağ ol. Tashakkur. Assalomu alaykum. Baxir barmi? Setingiz yaxshimi? Shukr, yaxshi. Adingiz nima? Muhammad Umar. Muhammad Umar agam, aytsangiz-ki, nima uchun keldingiz bu yerga? Yana bir saniq dehqonni to'qqilar vatsizlar satmoq uchun keldik. Satmana keldingiz? Qanday bozori rozimisiz? Bozor bo'lar, o'z merdim vaziyatini loyiq yaxshi. Bo'ladi. Inshaalloh semizda bo'landir malimiz. Yaxshi, shukr, yaxshi. Xo'p. Tashakkur. Qaysi mantiqada bo'lyapdingiz? Jangalardan. Jangalardan mardum shahid kunida nima ishlar etyapti? Shu baradan aytib beryapsiz. Shu Turkmeni parangga an'anaatlar var, shu raqam nima bir qaysi bir soatira o'yinlar shu ishlar etganlardan. Ko'p yaxshi. Nima so'yar mardum qurbonlik hayitida? Qo'y so'yarmi, inak so'yarmi? Har kim o'z tovoni loyiq, o'z vaziyatini barobar, o'z iqtisodini barobar ish etadi. Ha. Tashakkur. Salomat bo'lsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Yo, ini ne bilgi? Biçilmiş koyulmuş bunlar. Biçilmiş dediğimiz yani
erkekliği kesilmiş. Ama bunun eti lezzetli olur derler, öyle yapmış. Olmuyor ki, kurbanlık olmuyor. Qancha diyor Fazila, onu qancha vereceksin? 10 ming afg'oni. $100, $110. Mol oqchadan bo'laman. Bergan vazifangiz bor? Mas'uli mol bozor, ganj bozor shahar taraf tomonidan. Ko'p yaxshi. Mas'ul Ganj bozor, siz mana shu hozir Eid Qurbon ham yaqin kelib o'tirgan. Bozorni qanday arziyob qilasiz? Yaxshimi? Bozorlar xo faxr bechoralardan ish gapi yo'q, ish g'ariblik yo'q. Hamma bechora darbadar mardim. Bir molni oladi, sotib bilmaydi, sotsin, olsin, sotib bilmaydi. Mol qimmat. Mardimga g'ariblik, pul yo'q. Vaziyatlar bexarob ustodim o'tiram. Ko'p yaxshi. O'tgan yilda qanday bo'ldi? Boshqa yillar yaxshi edi. Mana shu Ganj bozorga o'zim mas'ul shahar tomonidan tajoy jamlaymiz. Mana shu bozorlar hamma jalloblarning mollari qo'ygan. Hamma jalloblar 20 mol, 30 mol, 40 mol ketiradi. Bitta ikkita bozor sotadi bu. Mardim olmaydi. Mardim olmaydi. Ko'p yaxshi. Nima fikr qilasiz? Nima uchun mardim olmaydi? Voqean ham iqtisodiy mardim pastga tushgan? Ham iqtisod tushgan, faxri bechoralik, qimmatli, jins qimmat, hamma zot qimmat. Nera ham bizlar mardim topaylik. Bir quti yo'qdi, xabaringiz bor, unda xabaringiz bor. Ha, ko'p mushkulot, ko'p degoqcha. Qaysini aytaylik? Voqean. Keling, Xudovand o'zini marsa qilsin, ram qilsin, salomat bo'lsangiz bo'lasiz. Al cevap alıyorlar da. Ança ne mesaj yok ki ne? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Baxayr bormisiz? Sihatingiz yaxshimi? Joningiz jo'rmang. Shukr, salomat bo'ling, baxayr bo'ling. Bo'ladi aytsangizki, siz notingiz nima va bergan nima qilasiz qo'lingizga? Mana otim Hafizulloh. Murodiy taqallus qilaman, be xotir qurboni inay olmoq keldik dedi. Kitobcha nima qiladi qo'lingizga? Kitobcha faqat narx olamiz. Narx olasiz. Qanday narxdan rozimi? Bala, bo'ladi. Nazar o'tgan yilga yaxshi, mol yaxshi, shu bu yil yaxshi. Arzonmi, qimmatmi? Mol bu yil arzonroq, nazar o'tgan yilga qaraganda arzonroq. Jalloblar aytadi, bu yil bozor yaxshi emas, mol arzon. Kasoyki xaridorlar aytadi, bular bozor yaxshi, mol arzon. Baland. Lekin mol fe'lan o'zi arzon, lekin xaridor yo'q. Nazar o'tgan yilga qaraganda, masalan, mardumi turk va shular kelib mol oladi, mol qimmat edi. Lekin fe'lan men ko'raman vaziyatda bozorda mol mardumni qo'lga qolgan va olmaydi. Shu xaridorda nima shu savdo qilayotganda o'zi xaridorda qo'sha keladiki, mana bu inayimni ol, bu inayimni ol, shu mushtarini o'zi. Qancha nafar siz bir o'zingiz narsa olasiz? Shu bizlar 16 ta inay oldik va xotir qurbonlik uchun. Ko'p yaxshi. Qaysi biron bunyodganmi? Ha, bunyod xayriya, bir bunyod xayriya. Ko'p yaxshi. Qimmat qolganingiz yo'q? Yo'q. Sihatingiz yaxshimi? Yaxshi. Baxayr bormisiz? Shukr, alhamdulillah. Otingiz nima sizning? Otim Gulmamat. Gulmat akam, aytsangizki, bu hamma mollar o'zingizdanmi? Nima shu? Aytsangizki, o'tgan yillarga qaraganda shu yil qimmatmi, arzonmi?
Shu yilchida o'ziga arzon emas, shu yil qimmat. Go'sht qimmat. Go'sht qimmat. Mardim kelib oladimi? Ko'p bosib olmaydi og'a. Mardimizga pul yo'q. O'tgan yil qanday edi? O'tgan yil ko'p oliydi, yaxshi oliydi. Qanchta mol keltirgan edingiz va qanchasini sotdingiz shu? Barakat qilgan yo'manda ishtimol ketgan shu yerga. 10,000 rupiya ham bor, 8,000 rupiya ham go'shtga qarab oladi-da. Ko'p yaxshi. Qo'shlarni qancha sotiladi shu yil? Qo'shlar 12,000, 13,000 semiz bo'lsa ya 10,000, 9,000. 20 minglar ham bormi shu yil? 20 minglikda mana bilmadim lekin. Yo'q. Ha. Shu o'zingizga inshaalloh qurbonlik qilasiz. Ha. Qanchta mol so'yasiz? Bitta so'yamasa yeysan. Shu yil bitta so'yasiz. Pul çıkardım, ya verdim deyip faydam yok mu? Ko'cha keldingiz? Mol bozorga aylanib to'xtaydigan mol olib, qurboniy mol olamiz. Olganingiz yo'q toningizgacha? Yo, men oldim degan yo'llarga olib beraman. Hamda yo'llaringizga olib berasiz. Siz nima oldingiz? Men qo'yin oldim. Qo'yinni qancha oldingiz? Men 10,5 ming oldim. 10,5 ming. Qilidingiz yo bittami? O'tgan yil ikkita qildi. Ota o'g'il qilamiz ya. Ota o'g'il qilasiz. Qaysi mintaqadan bo'lasiz niki? Ko'lbaqoldan. Ko'lbaqoldan. Agar namozor o'zida bizda ham kelsak, bizda ham go'sht qo'yasizmi? Qo'yamiz, nima chop qo'yamiz. Aysiz Ko'lbaqolga mardum shu Hayit bayramini qanday tajribading? Hayit bayram avval ro'z, dum ro'z, sevim ro'z. Avval ro'z nima qiladilar? Mana namozni o'qiydilar, namozdan so'ng molni so'yadilar. Uni omoda qiladilar. Hozir ichidagi jigari bor, nimasi bor, nima biroz nimasini omoda qiladilar. O'z familida yeyadilar degan. Masalan, do'st rafiqlarni aytadilar, sonra ertasiga masjid qavm keladi, qurbonlik qilamiz, aytamiz, qurbonlikni undoq beramiz. Yo biror nafarlar xom talosh qilib beradi. Sizlar mantaqaga xom talosh qilib berami? Xom talosh ham qilib beradi. Pishirib ham beradi. Pishirib berasizmi, xom talosh qilib berasizmi? Men qaysini ma'qul ko'rsam deya. Ha, salomat bo'ling, qaynog'am. Ko'p xushol bo'ldimki sizdan suhbat qildim. Xudoman kam qilmasin sizni. Salomat bo'lsangiz. Pahalimiz $150. $100 fazla deya keçiler. $150, $120 bular biraz pahalıymış. Assalomu alaykum. Aysayib sağmın. Sihatingiz yaxshimi? Shukr. Baxayr barmi? Sizning adingiz nima Aysayib? Adım Hacı Abdülsamet. Hacı Abdülsamet ağam aysangiz ki, nereden bo'lyapsiz? Nima uchun keldingiz mal bozor Aqchaga? Men mana bu Ursuali Aqcha Qayri Shirik Eliç ko'chadan bo'lyapman. Men jellab mana mal alıyorum, mal satıyorum. Qanday bozorlardan rozimisiz? Shukr Xudoga rizqdan bo'lyapman, rizqqa chiqqan bo'lyapman. O'tgan yillarga qaraganda bu yil bozor qanday? Bu yil bozor sal sustroq. Meydanlar mana meymeni deydi, aynı Badaxshanning xiydagiga nashvor kelib satishtiryapti, baştor. Men bu Aqchaga adam mal ishtiriyorum. Bo'lyapti, qarib chiqan bo'lyapti, shukr rizqqa chiqqan bo'lyapti. Bu Aqchaning mallari qaysi viloyatlarga ketyapti? Kelyapmi jallablar? Jellablar geliyor. Aynı Badaxshandan geliyor. Meymeneden geliyor, Serpuldan geliyor. Xomana bu etrafda Iraboydan geliyor, Qarqinam şiddetlerden geliyor. Yaxshi shukr, yamondan. Yani bozorundan siz razısınız? Ha? Bozorundan razısınız? Ha, shukr Xudoga, shukr. Aysangiz ki, nechta mal getirdingiz, nechasini satdingiz bugün? Amana bir getirdik, bir 20 chaqli satdik, 3-4 tane satıştırdık. Shukr, onu ham quvramda satdik, shukr. Qimmat satangiz yo'qmi? Yo'q, alamdali. Aytmadingiz, qimmat merdimi malan yo'q deb? Alan yo'q, bu yil alan o'tayla, ana yil yaxshi bo'lsa, alyap yil mana xush sog'lik. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sog'mi o'zi? Tayo. Nima uchun o'tiribsiz bu yerda? Men o'tirib ish yo'q, qariychilik yo'q, ish yo'q. Aysangiz nereden bo'lyapsiz siz? Aydinko'lda keldim. Aydinko'l. Nimada keldingiz Aydinko'lga? Men arabada keldik. Shu arabada necha soatlik yo'l bor Aydinko'l? 3,5 soatlik yo'l. Ertir vaqt bilan chiqdingiz? Evet, vaqt. Aysangiz qurbonlik qildingiz? Alamda, qurban alamda. Almayapsiniz? Alamda, alamda. İnşallah alırsınız. İnşallah alaydı. Qimmat ko'tar inshaalloh zotlar. Ma'lum bo'lyapti, qimmatdan dardan. Shu Aydinko'lda merdim nima ish etlar etyapti? Deyhan, qayerdan?